Eliqi, siz degan gapni o'ylanib qoldim qarang. Qaysi gapni? O'ylab baqsam, gapingiz to'g'ri ekan-juma. Qaysi gapni deysiz? Voy, eliq siz men odam emas dedingiz-ku. Ha. Chiqqan bo'lsam, men amal qilmaydim-juma. Bo'ldi bu gaplarni deyishmayli. Qacha ishga tushma. Qacha ishga tushma deb. Xabar kutayla, juma. Xabar kut? Ha? Men imtihondan o'tsammi, o'tmasam o'tma. Anladingmi? Bo'lmasa aliyalar yarışma deyicimmi? At degan soat 8da ishga tushma. Xo'sh. Hey, Nazifa! Gapdan qo'sh. Nima ish bo'ldi aka? Hech shumidi? Og'zingizga qarang. Eliqi, siz degan gapni o'ylanib qoldim qarang. Qaysi gapni? O'ylab baqsam, gapingiz to'g'ri ekan-juma. Qaysi gapni deysiz? Voy, eliq siz men odam emas dedingiz-ku. Ha. Shu gapni o'ylanib qoldim. Qanday o'ylanib qoldingiz? Ayolim meni siz erkishtek bo'ling deydi doim. Hamda uning bunda degani meni erkish emas degan emasmi? Ha? Agar u meni erkish deb qarimasa, men erkish emasman. Qiziq gap qildi ekansiz aka. Sizlar to'y qilib qanchalik bo'ldi? Biz to'y qilib 10 yil bo'lib qoldik ekan. Balangiz bormi? Baba, tatliqini qizim bor. Siz ayolingizga, balangizga obdan qaramsiz yoki teshida agri-bugri yo'llarda juramsiz? Ay, yaqma. Men butun topgan taginimni uyga xajlayman ukam. Bütün asiyadimni balamning o'qishiga qartaman. Undalik agri-bugri ko'chalarda yuradigan ishlar qat'iy yo'q. Qarang aka. Ailening o'tida kuydigan, balasini boqadigan, bo'libmi eng muhimi ayoli bor turib, teshida qalaymiqan dastlab yurmaydigan, mas'uliyatchan, balani ailani boqadigan yaxshi erlarni haqiqiy er desa ortiq ketmaydi. Shuning uchun yengam sizga chaqchaq qilib qo'yibdi. Herkes ortiq o'ylayman, ammo men mangdim. Xo'sh. To'g'ri. To'g'ri. Ko'nglim o'jab, valda yorib ketdi. Oyerdan birisi kyotamda nima? Hayli yomonroq turdi-jumi tezroq ketsangiz o'zingizga ish tepmang yana. Rost pelyamanda qildi. Unda asmen bana ya. Men mashinani nomerini ko'rib oldim. Men bir kun cho'qim to'lab beraman. To'g'ri. To'g'ri. Ko'nglim o'jab, valda yorib ketdi. Oldu. Bu sizin maşinanız mı? Yo'q, bir ish bo'ldimi? Sizga rost gapni qilsam, oldirab menga bu mashina so'kib qo'ydi. Minutqadek pulingiz bormi? Yo'q. Siz nima qarab tursiz, tezroq keting. Bo'lmasa egiz gap qilsa yoqingizga esilmasin yana. Bunda qilsa qamlashami? Bunda qilsa qamlashmaydi. Lekin mashinadek pulsiz odamdan cho'qim sizdan jiqroq puli bor. O yerdan birisi kyotamda nima? Hayli yomonroq turdi-jumi tezroq ketsangiz o'zingizga ish tepmang yana. Rost pelyamanda qildi. Unda asmen bana ya. Men mashinani nomerini ko'rib oldim. Men bir kun cho'qim to'lab beraman.
Akamның uyga bordim emasmi? Şuldab ot bağan bilan bir şel bulamdı. Tezek amal tapmamsız deyme. Hey, özüңmi köydüң, men dimiga adam qanmidi. Qanday qilaman endi? Aslicu, a Nazife sizning sonunuz bo'lgandan keyin Nazife'ga bir deb beqishingiz kerakdi. Hey, Nazife balası Beyjingga apagan vaqtda bir mo'cham pul beramidik. Endi men qaysi yuzim bilan so'rayman endi? Alsam sizlarga iqtisod lozim bo'lib qopti. Mushundaq muhim gaplarni men nimishqa demaysizlar. Bu mening ozg'in ko'nglim. Balni o'qishiq lozim bo'lib qolar. O'g'il shu san oldingidan pul kerak bo'lganda, san yordam qilaman emasmi? Yo'q-ay. Sen oldin qatim menga yordam qilding-ku, opam orqali pul kirgizib ekansan. Nima? Ay bo'ldi bu gaplarni deyishmaylik. Balning o'qishi hammadan muhim. Mushundaq muhim ishni menga demamsiz deyman. O'g'il shu singlim. Siz Beyjingga apagan vaqtda bir mo'cham pul beramidik. Endi men qaysi yuzim bilan so'rayman endi? Demek. Balamiz ishkir o'qiyamaydi ekanda. Ha, bir ishgacha. Senga yaxshimi? Voy, Nazife singlim. Tandirdingizmi? Ha, yo'q. Telefon akalar. Qanday qilsa? Şimdi. Oğlum oliy maktabga o'tibdi, ha? Voy, bu nim qilgani? Men endi xabar topdim aka. Alsam sizlarga iqtisod lozim bo'lib qopti. Mushundaq muhim gaplarni men nimishqa demaysizlar. Bu mening ozg'in ko'nglim. Balni o'qishiq lozim bo'lib qolar. O'g'il shu san oldingidan pul kerak bo'lganda, san yordam qilaman emasmi? Shunga Yo'q-ay. Sen oldin qatim menga yordam qilding-ku, opam orqali pul kirgizib ekansan. nima? Ay bo'ldi bu gaplarni deyishmaylik. Balning o'qishi hammadan muhim. Mushundaq muhim ishni menga demamsiz deyman. O'g'il shu singlim. Sen necha vaqtdan beri bola boqma deb tuzuk ishlamading. San pul kerak-da. Telefonni olayga. Vay. Ha, ma'qul. Bo'ldi, atatiyan ko'rishaylik. Mana, xush xabar. Menga xizmat chiqdi. Men atim boshlab ishlaydigan bo'ldim. Rostmi? Muborak bo'lsin. Bugun imtihon belgil borgandim, imtihondan o'tibdiman. Muborak bo'lsin. Rahmat. Ajab yaxshi Farruq oliy maktabga ketibdi, ha. Men shunday xush ketdim. Ha, keldingmi bola? Apa, men keldim. Kela. Chedamlab sizda? Ha, hozir demlagandim. Qani, o ushiq bolam ko'rinmaydi-ku. Maktabdan taq kirmadimi? Voy, ushiq demagina, o tatliq bolamni. Sen kichik vaqtingda uningdan o'ta ushiqding. Meningmi ikkiningning o'ttirida pul sababli sovuqchilik bo'lib qolishdan bek ansirayman. Opa, xotirjam bo'ling, ha. Bu pul tijorat ta'sir ko'rsatgan bilan men akam ikkimizning o'tirish qarindoshlikqa hargiz ta'sir ko'rsatmaydi. Siz buningda xotirjam bo'lib, ko'p o'ylayman, bundan keyin bunday ishlarni qat'iy qilmang, ha. Sen pul lozim bo'lganda akangmi jim tug'andikan. Asli senmi jim tursang bo'ladi. Opa, unda degan bilan u mening akam tursa, u qiyinchilik uchirsidan qarab tursam bo'lmas. Davomli qo'shna deydi ekansiz. Hozir men cho'ng bo'lib, shunday yaxshi ayol bo'lib ketgandim-a? Bek yaxshi ayol bo'lib ketding. Akang telefon qilgan bolam. Ha, nima deydi u?
sening pul apır bəginən ne dedi? Haydi. Muş akamның acep öpküsü yok. Muş geplendim sizge depşirem deyim. Oyras ötgəndік pulning min koy pulning gepin qilishdiq. Men ezibdimi? Ha, yılqı siz arqılıq akamның maң berip turgan pulning gepi ma? Ha. Aş pulni akaڭga mening bəgənligimni bilsə, bilib turib unda uqmasqa sevanmaq ne balam. Saң pul lazım bolğanda akaڭma jim turgandiken, asli sen bu jim tursaң bolatdi. Opa. Unda degen bilen o mening akam tursa, o qiyinchilik uchursuna qarab tursam bo'lmas. Onun ustiga o pulni akama balasının o'qishiga ishlatadigan. O'qishdan muhim ish bormi? Bu yordam qilishim xuddi sizning menga, men o'zingizning yanchug'lik pulni chiqarib, meni akam berdi deganga o'xshash ish. Shunaqmi? Balam. Demisimi? Akaң ishkanlar bir jup qanatqa o'xshaysizlar. Qanchak yaqin o'tib, bir sanglarga kuyinib, yar yo'lak bo'lib o'ssanglar, buningdan keyin texmi egiz uchaolaysizlar balam. Xotirjam bo'ling. Meningmi ishkanlarning o'ttirida pul sabablik sovuqchilik bo'lib qolishdan bek ansirayman. Opa, xotirjam bo'ling. Bu pul tijorat ta'sir ko'rsatgan bilan ma akam ikkimizning o'tiris qarindoshlikqa hargiz ta'sir ko'rsatmaydi. Siz buningda xotirjam bo'lib, ko'p o'ylamang, buningdan keyin bunday ishlarni qat'iy qilmang, ha? Unda qilsam qana qilatdim? Yan ushuqlik qilamdim. Menimcha qarang, hozir ushuqlik qilgan qat'iy vaqtim yo'q. Men degan ertadan boshlab, ishga berib, to'liq ishlab ketaman. Oy, hajab yaxshi bo'pti-ku. Atati yana boshlab ishga tushadigan bo'ldim, opa. Haqsan, 2 kun ishlab qaytib kelasa. Bu gapni? Mush gapni demagan bo'lsangiz, balkim 2 kun ishlab qaytib kelishim mumkin. Mush gapingiz uchun bo'lsa-mu, opa, men davomli tirishib shunday yaxshi ishlayman. Qarab turing, ha? Oy, yaxshi-ku, unda bo'lsa. Ha, bek yaxshi bo'pti. Voy, ushuq. Men nima ushuqlik qilibman? Siz davomli qilishni ushuq qo'ysizmi, opa? Men degan. Bo'ldi. Ushuqlik qilmaychi, qarang, opa. Yaxshi ishlashni o'ylayman. Mani, ma ikkisini birlashtirib, mush ikkisi bilan kuchsa. Yaxshimi? Nima bo'ldi, ishingiz bormi? Ha? Ishingiz bormi, deyapman. Yo'q. Unda bo'lgandan keyin chiqib ishingizni qilmamsiz? Siz Nazifa bo'lamsiz? Siz meni qanday taniysiz? Ismoz şirketimizdan siz bilan o'qib o'xshashsa, bir anliq odamning albatta esda qolib qoldi-da. Ha, o'g'il shu. Siz nima ish qilyapsiz? Ma'laya chiraga chiqibdi. Mushbet etmoqsaq bo'ladi. Ha. Mani, ma ikkisini birlashtirib, mush ikkisi bilan kuchsa. Yaxshimi? Nima bo'ldi, ishingiz bormi? Ha? Ishingiz bormi, deyapman. Yo'q. Unda bo'lgandan keyin chiqib ishingizni qilmamsiz? Ma'qul. Men chiqib ishimni qilay. Chiqib shirkatlar aniq tudishing. Ma'qul. Qara. Yengilroq.
Qayşınız apti? Yaxshimisiz? Men bugun yangidan ishga tushdim. Sizning xizmatdoshingiz. Siz Nazife bo'lamsiz? Siz meni qanday taniysiz? İsmail şirketimizden aslında bir opma desa. Bir anlık adamdan albat esli qilib qoldi. Ha, o'g'il shu. Siz nima ish qilyapsiz? Men şirketimiz yanında bozor salgan Nafisa markasidagi chay qutimizga e'lon so'z yozyapman. Nafisa markasi mening bilishimcha yoshlarning zamonaviy turmush odatiga moslashtirib laylangan qochqich buyumlarga deyman. Sizin bu şirketning xizmatchisi bo'lgandan keyin ishga bordala olasiz. Rasma? Ras, hammamizga o'xshash. Ajab yaxshi. Afs men bir narsa aytib olaychi. Bunda ish yo'q. Hamid, Hamid, Hacip ağlınız vakit sizden. Başlığınızın ismini bevos çakırdıgan. Bu yaxni jo, Hayzong deysiz, Hayzong. Bildiniz mi? ha,